Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Kur'da Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsana minayet bilen Ustaz Abdülvahap Xallab degan kishining ilm usul fiqh degan risolasi haqida darsimiz davom qilgan bo'lib, uchinchi qism qavoidil qavoidil lug'a al usuliyya qavoidil usuliyya al lug'aviyya. Shu uchinchi qismda 7 qoida olgan bo'lib, 4-chi qoida. Shuni kelgan edik. Bu 4-chi qoidaki, ya'ni dalolatninki, labzninki, ya'ni yoki nasning dalolatining ro'shan bo'lmasligi. Va ro'shan bo'lmaslikning o'zimi endi bir necha martaba, bir necha daraja bo'lganligi. Buning masalan, xafiy bo'lganligi, mushkul bo'lganligi, mujmal bo'lganligi, mutashabih bo'lganligi. Bundan shu xafiy haqida darsimiz davom qilgan bo'lib, buningda bir ikki misol bilan tanishdik, xafiyning misolidan. Uchinchi bir misolga va kaza labzul qotili degan kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan darsimizni yana davomlashtirishga tirishamiz. وشنقشش وكذا لبز القاتل في حديث لا يرث القاتل. هل يتناول القاتل خطأ هل يتناول القاتل خطأ أو بالتسبب أو لا يتناوله؟ والبائع إذا أخذ من المشتري نقودا على أن يأخذ منها ثمن البيع ويرد الباقي فاختفى، هل يصدق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟ وكذا كل لفظ دل دلالة ظاهرة على معناه، ولكن وجد خفاء واشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد، يعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذه الأفراد. وشنشش bu labz o'zininki afrodlarninki masalan ba'zisini nima qilishda o'nig'ilqi intiboh o'niga uyg'un kelish haqida uyg'un keladi kelmaydi degan yoki o'ningdagi sifatninki ortiq bo'lishi bilan yo uni kam bo'lishi bilan degandagi xos atilish bilan buningda bir mushunga bu ma'na afrodning hammasini ba'zisini o ma'noniki uyg'un kelishida bir nevi bir xafa va g'umud bir maxfiylik mavjud. Uni iletish nazar va taammulga muhtoj bo'ladi degan. Deb buningda yuqorida masalan sarix degan kelimaning o'ziga kelimaning o'zi ayet-i kerimedeki, nuzumdaki terrar ve nebbaşını öz koynağı alamda anmamda. Bununla o pakta'u degen emrininki takazzası bana en bu terrar nebbaşının kulu kesilmemdi kesilmemdi. Bunu yukarı tanışıp ettik. Kanda kıldıqallıqına. Şunu yandaştırıp hem de katil degen lebziydi. Katil degen lebzimi la yarisul katilu degen hadisinin özdeki katil degen lebzi. Miras almaydı katil. Bu meyli mesela o miras bu katil o muvarrisini öldürüp koyuptu. Mey o muvarris onun balısı olsun ya ki o muvarris dadısı olsun. Kaç tarafta olsun. Bu miras bəyücünü miras ağıcı aldırıp gidip miraska qanday qılıdı öldürüp koyuptu. Miras o ölümünü kütmey öldürüp koyuptu. Mirasını tez vakti alamen deb. Bu miras alanmaydı dedi. Peygamber sallallahu bir hadis var ya. Men istacele şey'e qabla avani uqibe bi hirmani degendek. Bir adam bir narsaga şu vakti kelishdan burun aldırıp ketken bolsa onu mahrum qilishlan, huquqidan mahrum qilishdan jazoyi yurgizildi deb. Öz qoidasi bo'yicha mirosni olmay u o'limdan burun muvarrisninki o'limini saqlamay uni o'lishdan keyin olmay
o'limdan burilib olibdan deb ketgan bo'lsa, uningdanchi merosdan mahrum qilindi. Shunga la yarisul qotil. Ham bu qotil degan bu labza la yarisul qotilu degan hadisga al qotil degan labzi mushunga o'xshash deydi. Mushunga o'xshash deganlikni o'zi bu zode ay la yaris degan hukmni ichiga kiramdi kirmamdi. Bu qotil degan labzi masalan bu qotil xatoni o'zgartirdi. Al qotil deganimizni bu qotil bil xato bo'lgan bo'ldi. Qotil bil amd bo'ladi. Qotil shibli amd bo'ladi. Qotil at-tasabbubiyya bo'ladi, sabab bilan. Masalan bu 4-5 xil bo'ladi, masalan buning turi. Zal bu qotil degan gap, al qotil xatoni o'z qo'yniga olamdi, olmamdi. Agar qotil xatoni o'z qo'yniga qo'yib qolsa, bu ham meros ololmaydi degan gap. Yoki qotil bir tasabbubni bununla masalan o'lib qolibdi bir kim. Qotil bir tasabbub, masalan bir odam bir kichik bolani deyli yoki bir odam o'ziniki bir otasini olamdi. Masalan bir sirtqa binasi buribdi bir yo'ldan o'tib, masalan yo'lning o tarafida do'kon olamdi, bir binasi bor ekan. Voy dada, do'kondan bunday binasini akvatgan degandek ba'zi axloqsizlar yo'q emas. Biz berib kelishning o'rniga otasini, opsini, o'zini cho'nglarni ish ko'radigan. U odam uning tiliga binoan hamma qilib yo'lga chiqibdi. Hokkadiya mashina uraytib qolibdi. Ya bir ko'rik bir o'stan binasi bo'lgan bo'lsa, u tarafga o'tish jarayonida so'chib ketib ilib qolibdi, masalan. Bu aşı buyurganlık sebep olup kaldı. Hem aşının özü ay muarristin, atsıdın. Miras alamdı, alanmamdı. El katil diyen kelime bu katil bir tesebbübünü öz koyunu alamdı ya almamdı. Mevzu bunun üstündeydi. والبائع إذا أخذ من المشتري نقودا على أن يأخذ منها ثمن البيع ويرد الباقي فاختبأ. هل يصدق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟ وكذا كل لفظ دل دلالة ظاهرة على معناه، ولكن وجد خفاء واشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد، يعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذه الأفراد. Hem de bir satqıcı, bir adam bir narsa setip, kaçan bu setip ağacıdan pulunu epti. Bunundan beynin pulunun setilgan narsanın pulunun hemmini eliş şartı binaen müşteriden pulunu epti. Ve yuruddul baki paktapa. Bu kayıp kalganını mı o müşteri biripti. Birip ve yuruddul baki paktapa. Bunundan belki ve yuruddul baki Xağınını rədd qıpdı. O nima bayi onu yoki olmaganmi? Olmay onu qağınını rədd qilgandan keyin oylik mushtarining qo'lidan darhol elib olmay rədd qıpdı. O yo'q qo'yibdi odam. Kim? U bayi. Hem bu bayiga cho'qim bu bayi o'g'ri bu deyish to'g'ri kelamdikan menda. Yoki bu omonat xiyonat qildi deyish to'g'ri kelamdikan menda. Bu mabini sotgandan keyin bayi mushtari buning pulni bergandan keyin bu endi qanday qilibdi deganda va yaruddu al-baqi paxtapa. Bu nima? Bayi qog'inni rad qilibdi. Rad qilib yoki bu mushtari qog'inni rad qilibdi. Mushtari o'zidan qog'inni bermabdi. Qog'inni rad qilib, voy to'pturing u bu deganda qilib yo'q qo'yibdi. U mushtari undan o'g'ri yoki omonatni xiyonat qildi degil bo'lmamdi. Va shuning uchun har qanday labziki bu oshkora o'z ma'nosini uqtiribdi. Masalan, sariq desak, sariq to'g'ri, zarbi o'z ma'nosini uqtirdana.
bir halal qimmatlik mutakavvim bo'lgan molni boshqalarning mol mulk bo'lgan boshqalarning mulk bo'lgan bir baholiq bir molni yushurun ash o'z saqlashga tegishli o'rindan yushurin elish sariq ma'nosi bu. Bu sariq degan gap buni o'zi tepiladi masalan. O'shaning uchun har qanday qilib uqtudi oshkor uqtudi o'z ma'nosi sariqning ma'nosi uqtiribdi ash shaklda. Lekin bir xil maxfiy va shubhalik tepilib qolibdi. Mushu sariqning ma'nosining uyg'un kelishida az sariqning aparatlarining ba'zisiga xuddi yuqorqi boidek mana. Boi mushtariydan pulni epdi, onundan qanday qilibdi? Anandan keyin bu mushtari qolganni berishni rad qilibdi. Bämeylikilim yo'q bo'libdi, maxfiy bo'libdi. Bu o'g'ri deyilmem deyilmem diye amanat xiyonat qandayam deyilmem degandek. Bu sariq degan gapga bu uyg'un kelish jarayonida bu bir xafa, maxfiylik va bir shubhilanish tepilib qolibdi. Bu sariqning ma'nosining uyg'un kelishida ba'zi aparatlarga ki bu labzini mushu aparatlarga nisbatan bu maxfiy deb e'tibor qilindi deydi. Xafiy degan mushu deydi. وأمثلة هذا في القوانين الشرعية والوضعية كثيرة ومن أظهرها بعض الجرائم التي يشتبه في أنها جناية أو جنحة أي في انطباق أحد اللفظين عليها. فبنو أخشي ilahi yoki insoniy qonunni o'zi bakjak. Buning eng oshkorrog'i ba'zi jinoyatlarki, masalan, u jinoyat deb shubhilanib qolgan bu jinoyatlar. Bu jaroim shubhilanib qoldi. Bu jinoyat deyilamdi yo gunoh deyilamdi. Jinoyat ig'ir. Gunoh biroz yengil. Bu qonunga mansub, jinoyatga mansubmi bu jaroim yoki gunohga mansubmi? Nima bu jaroim? Degandek ba'zi ilohiy qonun bo'lgandek yerlik vaz'iy insoniy qonundimi ko'p bo'ladi. Yani bu ishkilarimizdan birisininki shu jinoyatga, jaroimga uyg'un kelishida bir xil shubhalik bor. Ko'p misollar edi. والطريق لإزالة هذا الخفاء هو بحث المجتهد وتأمله فإن رأى اللفظ يتناول هذا الفرد ولو بطريق الدلالة جعله من مدلولاته فأخذ حكمه وإن رأى اللفظ لا يتناوله بأي طريق من طرق الدلالة لم يجعله من مدلولاته فلا يأخذ حكمه. وهذا مما تختلف فيه أنظار المجتهدين ولذلك جعل بعضهم النباش سارقا ولم يجعله آخرون ومرجعهم في اجتهادهم لإزالة هذا الخفاء وعلة الحكم وحكمته وما ورد في هذا الشأن من النصوص فقد تكون العلة أكثر توافرا في هذا الفرد وربما لا تكون متحققة فيه وقد يدل على حكمه نص آخر يتناوله بوضوح. Endi bu xil xafa maxfiyatni zoil qilib o'tishning yo'li. Buningda u xafani zoil qilib o'tishga nazar va ta'ammulga muhtoj bo'ladigan bir nevi bir xafa va g'umuz mavjud. Qachon bu xafiyninki buning ma'nosini aparatning ba'zisiga tatbiqlashda, uyg'unlashtirishda degan. Ammo shu xafani ko'tarib o'tish uchun, zoil qilish uchun bo'lgan yo'l nima? Qanday qilib bu yerga maxfiy bu parda, chumpardini elib etib, buni maskasini tushirib, buni aniq qilamiz, ochiq oshkor qilamiz. Buni yo'l nima deganda, u mujtahidningki izlanishlar va u mujtahidning ta'ammuli. Buniki xafani mujtahid yuzi ko'tarib ijtihod bilan. Ammo
Mujmelda undaq emas. Mujmelda şari, yani mujmil, icmal qilguvchi, mujmil, yani şari, o mujmalni tafsir qilib bergandan keyin u mufassirga aylandi. Unaqa mujtahidninki hech qandaq nazar va unaqa ijtihadcho qalqmaydi, unaqa aqmaydi. Ham bu xapada biraz onun qaraganda sal yengilaroq. Uni mujtahid ijtihod qilsa, mujtahidning bahsi va taammuli bu xapani ko'tarib o'tish uchun yo'l shu birda bir yo'l deydi. Fa in ra'a, agar bu mujtahid bir labzining o'zini mushu partni o'zini o'z qo'yniga oladi desa, masalan, sariq tuduq, sariq as-sariqu faqta as-sariqu as-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariq degan bu iliblarning kirishlarning ismi cins, mustag'raq bo'lib ketdi. Cins umum o'qtirib ketdi. Ham bu labzning o'zi shu tarar degan labz, ya'ni bash degan bir labzning o'zini o'z qayniga oludi desak. ولو بطريق الدلالة جعله من مدلولاته فأخذ حكمه. Gerçi bu dalaletin nasıl yolu arkalık uqtusmu öz koynuq asımı bu sarık diye labz bu tarrarni dalaletin nasıl yolu arkalık öz koynuq yaptı. Dalaletin nasıl yolu arkalık. Mesela o vaqtda qanday qoludu deganda u vaqtda dalaletni mesela ele biz misal deb keldik wala taqullahuma uffin. Uff demaslik. Uff'tin bo'lgan nahi illat nimati aza. Mayli bu aza, bu illat, mayli bu nimalanchu mantuq bilan, ya'ni ay uff bilan mayli barobar olsun, mayli uningdan ig'irroq olsun, zarb, shatm, habs degandek. Qanday bo'lsin, buningki bu nimaki bu haromlik, bu uff deyish harom. Mush harom degan gap bu boshqalarcha uft harom bo'lgan yerda boshqalarda albatta harom deyishi bu dalolat yo'li orqali, dalolatning nas yo'li orqali uqulgan bo'ldi. Endi mujtahid labzining o'zininki as-sariq degan labzning tarrar degan labzni mush partni o'z qo'yniga oludi desak, garchi dalolat yo'li orqali uqdi degan dalolat nas yo'li orqali. Bu normal o'g'irlig'ichining o'zini qo'li kesilgan yerda bu ko'zi ochiq turib boshqalarning mol mulkini bo'lanish tariqida uyg'oq holatda olgan bu yanchiqchining qo'li min bobi avla albatta kesildi degan bo'ldi. Bunda avlaviyat bilan kesildi. Qo'l uf deyish harom bo'lganda edi. Bundan boshqa urush, tillash u bu albatta min bobi avla harom bo'lgandek. Buning o'zini shundaqki normal o'g'irlik qilishda o'g'irlik qo'lni kesilgan yerda bu yanchiqchining qo'lini albatta kesildi degan o'xshash. Bu xil dalolat nas yo'l orqali bo'lgan bo'lsa-mu, ay labzning o'zi mush farqning uni o'z qo'yniga oladi degan bo'lsa, qildi nima? U mujtahid u labzning o'zini yoki u farqning o'zini ay labzining madlullardan qilgan bo'ldi. Qildi u mujtahid u partni ay labzining ma'nilaridan qatori qilgan bo'ldi. Shundan oldi u mujtahid nimani? Shu labzininki hukmini ay part qilib berdi, oldi. Agar bu mujtahid labzini o'nimicha o'z qo'yniga ololmaydi, qanday bir yo'llar bilan orqali Walau dalalat tariqi, dalalatin nasul orqali qo'simi o'z qo'yniga olmaydi bu deb mandaq o'ylab buni tushungan bo'lsa, qimmidi u mujtahid nimani? U partni u labzniki ma'nilarini qatoridan qimmidi, unda qo'chqa olmaydi u mujtahid u labzning hukmini olmaydi. Xuddi boshda ba'zilar olmagandak. Ama İmam Şafii bilan İmam Abu Yusuf alayhimur rahma boshqa oldi. Boshqacha Hanafiy ulamolar bu nabashni sarf qatoridan olmaydi. Ashuncha buningda mujtahidning ijtihodi va nazar bahsi qarashliq. Bu xapodagi xaponi o'zini ko'tarib o'tish, bu g'umuzni zoil qilib o'tish deydi. Bu endi bu xapo haqida
O xafa degan bir narsa qatoridanki o'xshashmaydi buningda mujtahidlarning ko'z qarashlari o'xshashmaydigan bir masala qatoridan bu. Mush jihatdan qildi u mujtahid ulamolarning ba'zisi nabbashni o'g'ri bum dedi. İmam Şafii ve İmam Ebu Yusuf'ga o'xshashlar. Gerçi Hanefi ulamolar bo'lgan bo'lsa, ayada jumhurlar bilan bir ko'z qarash bo'lib qoldi. Va qilmadi u nabbashni boshqa ulamolar, butun Hanefi ulamolarning hammasi buni u sariq demadi uni. Ham ularninki marjai bu o'ziniki ijtihadida buningdagi g'omuzni ko'tarib o'tishda ijtihadga taammulga nazarga muhtoj degan to'q. Ay taammul orqali mujtahid buningdagi xabarni iborat bu mushkulni ko'tarib o'talaydi degan. Ham bularniki bu mujtahidlarning qaytish o'rni nima o'zi ijtihad qiladi. Ijtihad qilish jarayoni nemaga qaytadi, na qaytadi? Mush xabarni zoil qilib o'tish uchun bo'lgan marja nimasi? Marja hukmning illati. Hükümnün illeti ve o hükümnün hikmeti. Demek onun hikmeti ve onun nime o hükümnün illeti ve hükümnün hikmeti qaraydı. Eğer şununda, eğer aşağıda mesela eğer hüküm mü tepilip kalgan bolsa, mesela qaysi degende aşo tarrarның özde ay sarıqtaki hükümnün yüz tepilipti. Sarıqtaki hükümnün illeti tepilipti. O başkalarının kolunun malını eliş. Bunun hikmeti hem tepilgan bolsun. O nimke o merce nimetse o mujtehidlerin ictihadiki onların merceği hükümün illeti ve o hükümün hikmeti. Hükümün illetlerini hükümün hikmetiyle neler saladı? Müşkülünü aşağıdalık kıladı. Hükümün illeti nime, o hükümün hikmeti nime? Aşağının üzde bu şu hükümün illeti hikmet tepildi mi tepilmedi mi? Eğer tepilgan olsa bunun da 13 şu umumның qatardan buningdagi xafa zail olgan bo'ladi. Eğer tepilmagan bo'lsa, u bunchaladı. Masalan, va ma varada va yana ularning bu ijtihad jarayonidagi ularning marjai, u marja olsa hükümning illeti va hükümning hikmeti. Va yana bir narsaki ularning bu ijtihoddagi ularning marjai bir narsa keldi u narsa mushaqda nasdan iborat kelgan narsa buning qaytidi. Ularning ijtihod marjai mushaqda nasdan kelgan narsa o'zi. Masalan ba'zida illat bu partda sal mo'l ko'p to'lg'aroq bo'ladi. Masalan terror desak bu o'g'irlik degan gap terrorda jiqaroq bo'ladi. Ham o'g'irlik ham boshqalarga xuddi bulongchilik degandek o'g'irlashdan boshqa oshkora bir odamning huquqini dafsanlik qilib bulongchilik qillik u ortiqcharoq bir gap endi. Buningdan bor. Ba'zi illat ko'paroq bo'lib qoldi. Bu partda komil bo'lish jihatda. Va ba'zida u illat u partda bo'lmaymi qoladi. Masalan, nabbash desak, u yerda uningla qarshi turgan odam yo'q, jasad qarshi turolmaydi. Onundan nəhayət vay ko'rib qolamı meni bu xalq alamının arasında rəsva qılam degan yoki ko'rib qoladigan odam yo'q, meyit va bos jasad va boshqa odam yo'q. Ammo terrorda atrofda odam bo'ladi. O odamlar bir o'yg'oq, aqli o'sha joyida holatda. Undan keyin terrorda ko'proq bo'ladi. Mesela başta belki bu illat bo'lmaymi qolishi mumkin. Va ba'zi uqtirdi buning hukmini başka bir nas uqtirib qolib qoladiki, o'z qo'yniga oladi, u nas, u hukmni ro'shanlik bilan o'z qo'ynigan bo'ladi. Bu mujtahidlarning ijtihod jarayonidagi ularning marjai, hukmning illati, hukmning hikmati va mushu haqda naslardan kelgan narsin o'zi buni marjai shu deydi. Xo'sh, undan boshqa üçüncüsü, ikincisi el-müşkil. Müşkil kelimesi el-murad bil-müşkil bis-usuliyine el-lafzul lezi la yadullu bi-sigatihi al-murad minhu. Bel la budde min qarinetin hariciyetin tubeyyinu
ما يراد منه وهذه القرينة في متناول البحث مشكلة مقصد bu müşküllerin usul ilmalarını ıslahida bir labzi ki uxturam dalalat kılmaydı bu labz öz siğislen o labzin bo'lgan maqsadni uqtiranmaydi. Müşküle o'g'anliqni o'zi buningcha bir nima bo'lmaydi buningda o'z sig'ning o'zidan hech qanday bir narsa ong'il bo'lmaydi. Salasati quru degan gapning o'zi buningda nim maqsad buni uqilmaydi. Quru tuhurmi yo hayzmi bu aniqlanmaydi. Uqilmay qolib qoladi. Masalan, balkim lazım buningda sidqiy bir qarina lazımki oshkor qilib berdi. Bu sidqiy qarina shu labzdan maqsad qilingan narsani bayon qilib beradigan sirtqi qarina lozim. Bu qarina fi mutanavil bahsi mujtahidlar uningda ijtihod qilsa va uningda bahs qila olsa bahs qila olgan nimda uning kalisi yetgan miqdorda bu qarina bahsninki yetadigan yerda bo'lishi kerak. Ama bu qarina ilki mujtahid yoki bahs qilsa kalisi yetmaydigan cho'nqur bak jiroq qilib qasbolmaydi. Bahsninki yetadigan yerda bo'lishi kerak bu qarina. فسبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ ولكن من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجية. وأما سبب الخفاء في المشكلة فمن نفس اللفظ لكونه موضوعا لغة لأكثر من معنى ولا يفهم المعنى المراد منه بنفسه أو لتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر. أم bu məxfidiki xapalıqның səbəbi nimə? Bu məxfidiki xapilikdiki xapa nədən gəl onun səbəbi nimə? Emas bu labzın üzləməz. Xapida məxfilikning səbəbi labzning üzdən gəlmədi. Lekin nədən gəldi bu yuqordan da bitgetdi bu? Onun mənisi aşı öz qoynuğa alğan aparatlarının labzning umum mənisinin bəzisiga uyğun gəldi işte bir şübhe yiyip qaldı. As-sarıq kin kelime tarrar deganni öz qoynuğa alamdanmamdı. Ne başını alamamamdı. Normal oğurluğu alıverdi. Sarıq deganiki o dedimse o umum bir labzəndi. Bazı labzga tarrar ne başınga öz alamdı, ammamdı degandek bu aşı afrodning bazı uyğunlaştırıcıdır. Tatbiq jarayoni kelib qoldi bu işte bak. Sirtqi bir avamilning jahdidan. Ama yüzde normal oğru bo'lsa, tararmış ondan başmış o. Lekin bunun da artık bunun da kam. O sırtqi amil xarici qaysisi tararda biraz sırtqi qo'shib qolgan ortiqcha bir sifat var. O olsa nihoyat talva tavakkul qilan uch qoldi boshqalarning yonchi qo'l uzatish. Ne başta onun sifat biraz aciz onun da. Onun da elki alay cüret bulmuşsun buluduğun. Bu bir kam okul sifat. Bu sırtkı öz mahiyetin sırt bir amilden kip kap kaldı. Nimige bu sarıqninki aparatlarının bazısıga bunu çok uygulab tatbiqlaştı. Ama müşkildik xapa çoğudu. Bu xapilik xapa nasıl bu şu manisinin aparatlarını elki nimige o xapanın mənisini aparatның bəzisiga tatbiqlashda, uyg'unlashda ketdi. İntibaqda ekan, onunki xapa intibaqda. Aparatның ma'nisiga uyg'unlashda jarayon ba'zi to'g'ri kelibdi, o'z qo'yniga qilibdi, ba'zi olmabdi. Endi mavju deganda bu nima? Mushkul xapa, buning sababi nima? Bu labzning o'zidan. Anında o labzning o'zida emas. Xapadaki xapi labzning o'zida emas mushkula. Xapilik. Bu faqat uyg'unlashda. Ma'nisi aparatning ba'zi uyg'unlashda. Mushkuldagi xapa nadasi bu labzning o'zidan. U labzi qo'yilgan bo'lg'ashqa birdan ko'p bir ma'noga lug'atda. Masalan, qur etsak, qur ham hayz, ham tohr. Ham masalan ayn desak, ayn degan kelima shu, ham ayn, ko'zma ayn, jasus ayn, oltin ayn, buloq ayn. Bir narsadan qanday bir narsaning o'z ayni emasmi bir
va ayni bir narsa, moddiy narsalar. Onun boshqacha ma tizninki lepak bumi ayn. Ayn degan buni ma'nosi jiq gap. Bu birdan ko'p ma'noga lug'atda qo'yilgan bo'lg'achqa maxfiylik oshundan keldi. Unda qo'ygandan keyin uningki bo'lgan maqsad, murodni o'z u labzning o'zi bilan bayqilolmaydi. Yoki bu xapaninki bu mushkul xapaning sababi أو لتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر. Bir nasdin tushungan narsa yana bir nasdin tushungan nasning o'ziga zid kelib qolganligi uchun. Bir nasdin tushungan bir uqum yana bir nasdin tushungan bir uqumga qarama qarshi kelib qolganligi uchun bu mushkuldagi xafalikni paydo qilib qo'ydi deydi. Vaqat yansha'ul ishkalu بالنسب من لفظ مشترك فيه فإن اللفظ المشترك موضوع لغة لأكثر من معنى واحد وليس في صيغته دلالة على معنى معين مما وضع له فلا بد من قرينة خارجية تعينه كلفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإنه موضوع في اللغة للطهر وللحيض فأي المعنيين هو المراد في الآية وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيزات أو بثلاثة أطهار. Endi bu ishkol, bu nasdga ba'zi paydo bo'lib qoldi bu mushkula, bu nasning o'zida, nasning o'zidagi o'rtaq bir mushtarak labzlar. Buni muqtirgan labz bir, ammo uni uqtirgan ma'nosi bir necha xil. Mushundoq mushtarak labzning o'zini kelib paydo bo'lib qoldi bu xil mushkula. Masalan, ba'zi mushtarak labzlar bor. Lug'atda u birdan ko'p ma'no qo'yilgan, degandek ayn degandek yoki quru degandek emas. Bunun yo'q yoki bu labzning sig'si o'zida. Bu uning uchun qo'yilgan muayyan ma'noni uqtirib berilgan bir narsa yo'q. Salasati quru deganning o'zida bu qaysi u hayz maqsadmi, to'g'ri maqsadmi, buning o'zidan hech qanday uqilolmaydi. Unda qo'ygandan keyin bu balkim uni muayyan qilib berilgan sirtqi bir qarindin lozim. Masalan, quru degan labzga o'xshashdagi Alloh subhanahu taoloning so'zidagi taloq qilingan ayollar o'zini saqlab kutish kerak. Qachon 3 quru dedi. Yani bu senin salasati quru. Bu salasa bunun nemisi bu xos kelime. 3, 100, mesela 80, hammasi 40 yani o artık kamıp kas olmaydı. 3, 3. 2 yerim kas olmaydı. 3 yerim kas olmaydı. 3 deganken bu 3'nin talatanın muktezası bu nime bu xos. Bu xos kelime bu. Ona xosga xos beti emel qilish lazım. Ona gayri tavil berish bo'lmaydi. Talaq qilingan ayollar, erin talaq qilinib ketgan ayollar o'zi saqlash kerak. Öz nefsini saqlash kerak 3 quru dedi. Bu quru qo'yilgandir lug'atda to'g'ri uchun ham hayz uchun. Qaysi mana u maqsad bu oyatdan? To'g'ri maqsad qalamdi, qurudan yo hayz maqsad. Bu mutallaq talaq qilingan ayolninki iddati 3 hayz bilan tugamdi yoki 3 to'g'ri bilan tugamdi. Bu yerda bir mushkul paydo bo'lib qoldi. ذهب الشافعي وبعض المجتهدين إلى أن القرء في الآيات المراد منه الطهر والقرينة هي تأنيس اسم العدد لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار لا الحيضات. وذهبت الحنفية وفريق آخر من المجتهدين إلى أن القرء في الآيات هو الحيض والقرينة أولا وثانيا وثالثا. Bununla Hanefiçiler ve onun başka müctehit ulemalarınki 3 xil delili varken bu Kur'an hayz maksat delili. Şafili badi deydi. Ve bazı müctehitler şundan badi ki müşküz karışık geldi ki şunun geldi ki çünkü ayet-i kerimdeki Kur'an'dan töhrü maksat 3 pagzus buludu depti. Bu karin nime deydi. Ay yukarı diyen diyemene. فلا بد من قرينة خارجية تعينه ده. Onu muayyen kıpırdıgan, eni kıpırdıgan sırtkı karin lazım. Bu müşterek bir labzinin ki manasını eni kılış üçündür. Şunu badiken de Kur'an ayet ki Kur'an maksat ondan töhrü var.
lazım. Karina olsa bir yerdeki sanınki, salasa degan sanınki adetning ismining muannas bo'lishi. Salasati quru. Yani salasat deb bu yerda son tay ta'nisdan keldi, muannasli. Chunki bu uqtirdi lug'atda shuni uqtirdiki ma'dud muzakkar degan uqtirdi. Yana masalan 3 10 3dan 9ga araliqda arab tilida masalan adad ma'dudninki aksidan bo'ladi. Masalan son erkak bo'lgan bo'lsa sanalgan narsa kishi. Son nim bo'lsa kishi bo'lgan bo'lsa sanalgan narsa erkak. Bu arablarning simoy bir qoidalari bu. Masalan salasat atharida qarab baqsak bu yerda son nim bo'lgan muannaskan. Unda o'qigandan keyin buningdan ma'dud bu muzakkar degan chiqdi deydi. Şunu ki ma'dud muzakkar. Onda onkin bu athar, haydamas. Maksat bundan töhr maksat. Salat 3 töhr deymiz. Ve bazı Hanefi ulamaları ve başka müctehit bir guruhlar şunu cemaale şunu ki ayet-i kerim o Kur'an'dan hayz maksat. Ve bunun karina tevenki şu 3 delillen buludu deydi. Xo'sh, vaqt tushib qolganda qiladi, ma'nodan tugmaydi ekan. Alloh xolisa buning davomini davom ettirsak xo'dak. Bu Hanafi va boshqa mujtahidlardan bo'lgan bir farqlarninki bu oyatdagi Qur'ondan bo'lgan maqsad hayd. Bu to'hr emas. Buning qarina mav deb 3 qarinni bayon qilmoqchi. Ammo vaqt bor bilan biz masha to'xtab qolib qolamiz. Dersimizin devamı Allah halis. Ayet oğan buludu. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.